Parijga bormoqchi bo'lib yurgan qizlar yo borishni orzu qiladigan qizlar bu videoni xotirjam o'tkazib yuborishlari mumkin, chunki bu videodan keyin Parijga bo'lgan fikringiz salbiy tomonga o'zgarishi mumkin. Parij binolaridagi qanaqadir kichkina balkonchalarni ko'pchilik ko'rgan, kinolarda, videolarda shu balkonchalar nima vazifani bajargan, o'z-o'zidan qurilib qolmagan bo'lsa kerak deb o'zlaringiz savol berib ko'rganmisizlar? Xuddi shu savolni men o'zimga o'zim berib ko'rdim. Eski Parijga qaytadigan bo'lsak, aholisi o'sishda davom etgan va shu o'sayotgan aholiga kanalizatsiya bo'lmagan Parijda odamlarda shunaqa xususiyat bor, yegandan keyin yegan narsasini chiqarib olish xususiyati bor. Aynan shu balkonchalar shu hojatxona vazifasini bajargan. O'sha davrlarda Parij dunyodagi eng kir, eng iflos, antisanitariya, sassiq shaharlardan biri bo'lgan. O'shuning uchun ham Parijda kattagina shlepalar modada bo'lgan. Agar biz shaharlar bilan solishtiradigan bo'lsak, o'sha davrlarda Samarqand, Buxoro, Farg'ona shunchaki jannat makon o'lka bo'lgan. O'zbekiston turizm agentligi Aviasales xotirjam aloqaga chiqishlari mumkin. Shunaqa noodatiy kontentlar qilib beraman.